Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 60. soniga xush keldinglar. Bugun biz hozirgi vaziyat va kelgusimiz degan temada bizning hukumatimizning tashqi ishlar ministri Solih Xudoyor apandimni suhbat taqdim qilamiz. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Rahmat. Biz bugun bir yillik xizmatimizni xulosa qilish bilan birlikda Solih Xudoyor apandim bilan ko'p masalalar ustida suhbat qurib o'tmoqchimiz. Ammo bu suhbatimizni boshlashdan burun o'zimizning oy yulduzliq ko'k bayroqidan so'z etishni loyiq ko'rdim. Chunki bayroq mustaqilligimizning simvoli. Bayroq chiqqan yerda cho'qim mustaqillik, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi degan bir ideya aks etdi, bir iroda aks etdi. Men Amerikaga kelib namoyish qatnashgandimmi, ko'k bayroq bilan chiqqan. Shu namoyishda biz o'zimizning mustaqillik irodamizni aks ettiryapmiz, mustaqilligimiz uchun kurash qilyapmiz deb o'ylagan, ammo bu ishning beshidagilarninki qo'lida ko'k bayroq bo'lgani bilan qalbida shu ko'k bayroq bo'lmagani uchun namoyishninki natijasi undaq bo'lmagan ekan. Buni biz keyin bildik. Endi Solih Xudoyor apandim, siz bayroq ko'tarib chiqqan vaqtingizda haqiqatan ko'k bayroqninki sha'niga dog' keltirdingiz. Ko'k bayroqimizningki ma'nosi mustaqillik bo'lgan ekan, siz mustaqillikdan boshqa hech qanday imkonga yo'l bermadingiz. Bizning ko'k bayroqimizni yoki avtonomiya yoki kishilik huquqqa suiiste'mol qilmadingiz. Shuning vajidan biz mishada bir satda o'ltiribmiz. Hamda bayroqimiz bu cho'qim muqaddas bo'ladi. Bir davlatning bayrog'i muqaddas bo'ldi, uningga chiqil qilinmaydi. U bizningki nurg'un shehidlarimizningki qon badaliga kelgan. Chiqil bo'lmagankan bayroqqa har qanday narsani tushirish bu bizningki milliy irodamizga, mustaqillik irodamizga qilingan xiyonat bo'ladi. Agar bayroqimizga kalima shahodat tushirilsa, demak bu bizning bayrog'imiz emas, bizga vakillik qilolmaydi. Endi biz hukumatimiz qilishga tegishli ishni qilib kelyapmiz. 12-oyning 22-kuni biz davlat motam kuni deb namoyish qildik. U kuni Washingtonda qattiq sovuq bo'lib, shamolda qattiq sovuqda namoyish qildik. Siz qo'lingizni palayim kiymabdi ekansiz. Ajoyib bir sovuqda o'tkazgan namoyish bo'ldi. Endi 22 dekabr davlat motam kunimiz qilgan namoyishimiz to'g'riliq azroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Marhamat. Assalomu alaykum barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Shu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Ammanlarga ma'lum bo'lganidek 22 dekabr, ya'ni davlatimizni, ham milliy armiyasimizdan yo'qotib qo'ygan yoki egilik huquqimizni bizdan majburiy tortilib olgan kun desak bo'ladi. Ya'ni ishg'oliyatga rasmiy duch bo'lgan kunimiz, bugungi davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyat va mustamlakaninki rasmiy boshlanish kuni desak bo'ladi. Bu biz uchun fojialik bir kun. Shuning uchun biz, ya'ni hukumat bo'lish sifatimiz bilan va Sharqiy Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan bu kunni eng oz deganda la'nat bilan xotirlashimiz kerak va xalqaroga Sharqiy Turkistonning bisilib olgan davlat ekanligini va bizga Sharqiy Turkistonning davlatining mustaqillik nasib keltirmay turib, bizning ne kishilik huquqimiz, ne diniy haqlarimiz, ne insondek yashalishimiz, ne mavjudligimizningki kapolat bo'lmaydiganligini kapolat qilmaydiganligimizni xalqaroga bildirish. Va yana dushmanga bizningki bu davlatimizni asli keltirishdan, bu ulug' da'vosimizdan, bu ulug' g'oyamizdan, bu ulug' nishonimizdan aslo voz kechmaydiganligimizni bildirishimiz qarindoshlar. Shuning uchun biz bu kunni bu la'natli kunni xotirlab, eng oz deganda shu bir qilolig'imiz shu namoyish bo'lgandan keyin hozirgi imkoniyatda namoyish qildik. Garchi buni dunyoning har qaysi joylarida qilish tegishli edi. Kelar yili inshaalloh qisha mustaqil bo'lib ketamiz inshaalloh. Ammo agar bo'lmay qolsak, o'chaqcha hamda xalqaro vaziyatda uning pishmagan bo'lishi mumkin.
Ama bilgili bolmaydı. Şunun için bu günni hammamiz lanetleşimiz gerek. Bu biz için qayğılık gün. Çünkü devletimizni yo'qotib qo'ygan kunimiz. Siz qarindoshlar, eglik huquqimizni yo'qotib qo'ygan kunimiz. Bütün beşimizde kelayotgan balalarning hammasi shu davlatsizlikdan bo'layotgan bir vaziyat. Devletimizningki yo'qligidan, ya'ni devletimizni eglik huquqini yo'qotib qo'yganligimizni. Shuning uchun bu kunda namoyish qildik, xalqaro chaqiriq qildik, hamda so'g'uq bo'lsinmi, u biz bu yerda tug'gan so'g'uq, bu yerda bir asar tug'gan bo'lsak, bizning qarindoshlarimiz, milyonlagan qarindoshlarimiz turmalarda, kamplarda, uningdan dahshat so'g'uqlarda qiynalib o'ltirilyotdi. Bizniki burunqi şehit ajdodlarimiz uningdanmi so'g'uq havolarda jang qilib, qinini to'kib, shu vatanni, shu davlatni saqlaymi deb jon berdi, shahid bo'ldi. Shuning uchun ularning oldida u so'g'uq hech nima emas. U 1000 yil unda so'g'uq tuzaqmi, uninki tatqan bir minutlik ashunda so'g'uqqa tanqid qilib bo'lmaydi. Uni deb qo'yadi. Evet. Şu hamda qilalig'imiz shu namoyish bo'lgandan keyin shu sotsial mediada, boshqa yerda shu amaliy namoyish qildik, chaqiriq qildik, dunyoni bu kunni bilish uchun, bu kunni xotirlash uchun va bu bizningki bugungi tatiyotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlaka va ishg'oliyatning yiltizininki shu Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston davlatini zaminini besib kirib Sharq Turkiston, mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini ag'dirib etgandan keyin bugunga qadar davomlashayotgan 75 yilning oldin davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni anglatdik. Shunda bo'ldi. Rahmat. Bu kunni biz cho'qim toki mustaqil bo'lishga xotirlashimiz kerak. Mustaqil bo'lgandan keyinmi avlodlarimizga dars qilib o'tishimiz kerak. Izchil xotirlashimiz kerak, chunki bu bizningki nomusli kunimiz, motam kunimiz. Hamda biz o'tgan bir yilimizda hukumatimizning qilgan xizmatlari to'g'riliq bir xulosa berishga to'g'ri kelib qoldi. Siz shuni bir qilgan xizmatlarni, hukumatimizning qilgan xizmatlardan olgan saboqlar to'g'riliq ozroq bir so'zlab o'tgan bo'lsangiz. Marhamat. Xo'sh, hamda bu 2024-yili qo'limizning kelgancha faoliyatlarni qildik. Masalan, eng oz deganda 9-10 qitim namoyish uyushtirdik. 2 kun Sharq Turkiston maxsus Sharq Turkiston uchun lobbichilik kuni o'tkazdik. Shu 9-oyninki 12 va 13 va undan sirt birinchi yildan tatib va undan burun shu davom kelayotgan yilni davomlashtirayotgan shu Uyg'ur qonunininki yangi nusxasini chiqarish, shuning ichida Sharq Turkiston va Uyg'urlar uchun Tashqi ishlar ministrligida bir moslashtiruvchi o'rinlashtirish uchun chaqiriq qildik va shuni bir qismdan parlamentning bir qismdan Amerika parlamentining bir qismdan o'tkazildik. Masalan, Avam palatadan o'tdi. Garchi biz e'lon qilib 60 tashkilot bilan imzo to'plab qilimiz deb imzoni sunishdan bir necha kun ilgarilam bu e'lon qilib harakatni qilishimiz kerak deb qilib bir necha haftadan keyin bo'ldi, ammo imzodan bir necha kun ilgari bo'ldi. Ammo undan sirt yana shu Avam kengash palatag'imi xili tirishdik buni o'tkazishga. Ba'zi to'salg'ilar bo'ldi buningga. Kengash palatada ba'zi Xitoyparast kishilar yoki shu Xitoy yushurin Xitoyparastlar buni to'sab qilish uchun, buni amaliylashtirish uchun xili to'salg'iliklarni qildi. Shuning bilan bu qonun chiqolmay qoldi. Bu bir kerak. Shuning bilan bodoq yilninki programmamizningki birisi yana shu qonunni chiqarish uchun yangidan qaytadan harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki
ötmegen kanunlar şu peti yuquladı. Parlament ötmegen kanunlar yana qaytadan yenilash kerak, yenidan o'tirib qo'yish kerak. Undan süret biz şu bir yılın içinde 100'den artık Amerika'daki 100'den artık parlament azaları bilen küreştik. Ve ondan süret yana bir 3 devletnin ki parlamentları bilen küreştik. Bir da tılgı epçüymeymen çünkü epçüysem münafıkla, düşmenler, hainler işimizni buzuş için tirişidim. Şunun için men başkalardek davamlılık resim taat düşmeymen. Bununki 5 yıldan 2018 yıldan bu resim düşüp ziyan qanchalik ziyan akkagerlik şu yadıllam tunalıq. İsim mümkün 2018 yılı 6. aydımı 7. aydımı biz Tashqi ishlar ministrligi bilan kurashgandan bazı munofiqlar Xitoyning g'alchilari va Xitoy qon qusib ketib shu biz to'g'riliq o kadar Tashqi ishlar ministrligiga Amerikaning Tashqi ishlar ministri diplomatik not berishdan surat bu yerdagi ba'zi Xitoy parast g'alchilari bizni aqchi, ko'kchi, hatta bizni atalmış islom harakati deganlargimi chetish uchun bizga suiqasd qilgan bo'ldi. Shuning uchun o'zlari chiqamasa biz ko'pincha vaqtlarda kurashga odamlarimizning nimasini chiqarib jo'maymiz chunki Xitoyning g'alchilari va Xitoy bizning yo'limizni to'sish uchun harakat qilganligi aniq. Buni necha qatim ko'rdik, beshimizda o'tdi. Ondan süret yani xalq hammadan biladiğini biz BDT'de ki kişilik hukuk nimsi qatnaştık. Onun bakaydık. Gerçi BDT'den çok bir ümit yok geldiğini kıldık üyede. Ve üyede mi o münafıklar hatta münafıklar üzdüğümgen bilen münafıklarınki haylininki şuluk yardımlaşıyotgan Türkleri ve başkaları bizi kelip Şarkı Türkistan desek bo'lmaydi deb bizga nim deyishimizni, nim deyenmeslikimiz to'g'risida leksiya berishga tirishdi. Ular o'zlarining odamlaringda biz desek, nim desek o'zimizning ixtiyorimiz. Sen bizning nimimiz emas. Bizga nim deyishimizni, deyenmeslikni sen belgilanmaysan, ne BDT'mi belgilaydi. Agar Sharq Turkiston deganimga chiqiraversa, ko'rib baqayli dedik. Ondan süret, ondan keyin Gollandiyada, Den Haag'da Pravi sud açıldı. Şu yerda biz başkaları o'zining kishilik huquqi bu masalalar to'g'risida gap qilgan bilan biz hukumat bo'lish sifatimiz bilan bu irqiy qirg'inchilikninki yıldızınki Şarkı Türkistan'ın Xitoy tarafidan tajovuz qilinishi, davlatimizninki mecburi taşlanışı ve bu irqiy qirg'inchilik ta Şarkı Türkistan mustaqil bo'lmagan kadar davom qilganligi to'g'riliq so'zdik. Ve bizninki birdan bir qutulish yo'limiz Şarkı Türkistan davlatini mustaqillikni asli keltirishdan iborat ekanligini aşağıda dedik. Ondan sonra biz neçə yılın yazı yani 2 yılın yazı davamlaşıyotgan bu Aqtaşlıq kitapımızı ahırı bütküzüp 276 bit oldu tamamen. Şu Aqtaşlıq kitapımızı oturup koyduk. O Aqtaşlıq kitapta umumiyyəmmədən bilgənidək oxub baxmagan bolsаңlar, hazırki irqiy qirg'inchilikdan boshlanadi. Yani irqiy qirg'inchilikninki boshlanışıdır. Bu irqin yani Xi Jinping 2014-yılı 4-ayning oxirida Sharq Turkistonga berib irqiy qirg'inchilikni boshlashning buyruqni bag'indan tortib hozir qadar davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni va qanchalik xalqimizningki o'ltirilayotganligi, qanchalik xalqimiz şu kamplarda, turmalarda tutilayotganligi to'g'risida qanday Xitoy bizni masalan ba'zi atalmış o'zininki biz sot açtık deganlar
Xitoy Uyg'urlarni o'ttirmayotdi deb hukm chiqadi ya jinoyatida. O'ttirishninki paketini topolmadik deb. Biz u paketlarning bilan hamma narsani Xitoy qanday xalqimizni o'ttirib kelayotganligini va irqiy qirg'inchilikning hamma moddasiga oid delillari bilan shu biz chiqargan delil emas. Ya'ni shu xalqaroda Xitoyning o'zining materiallaridan boshqa tashkilot xalqaro davlatlar va tashkilotlarningki qo'ygan materiallardan elib delillarini ko'rsatdik. Buningdagi tariximiz, Sharq Turkistonning tarixi, jug'rafiyasi, muhimi u hamma muhim ahamiyatliki madaniyatimiz, xalqimizningki haqiqiy biz mo'lcharlagan, biz deb shunda deb o'ylaganlik nüfusini ihtimali mushunda haqiqiy nüfusi mushunchalik bo'lishi deb hammasini tafsiliy qo'ydik. Tariximizni shu nima qadimdan tortib eng oz deganda 9-10 ming yillik tariximizni Sharq Turkistondagi tariximizni nim qildik, hozirgi kadar davomlashayotgan. Ondan keyin ayg'ida nima uchun mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q biz uchun? Xitoyning mustamlik tarixini hozir o'tdik. Ondan keyin nima uchun Sharq Turkiston bir mustaqillik eng oxirgi yo'l Sharq Turkiston uchun birdan-bir yo'l mustaqillik nima uchun deb uni tafsiliy tushuntirdik. Bu yerda eng muhim nuqtasi bizningki qarshilik. Asan Xitoy va boshqalar nim qiladi-ku, 20 yilning yozilgan yoki 90-yildan tortib qarshilik qila boshlandi. Undan burun Uyg'urlar qarshilik qilmagan taqchi ko'kchi deb. Xitoy propagandasimi shu, boshqasimi shu. CIA g'illam yoki boshqasiga atib qo'ydi. Xuddi CIA boshqasi kelmasa biz Xitoyga dumlab yetib turdigandek. Bizga buyruq bersa, uningki tamoman yolg'onlik ekanligini chiqardi. Ta Xitoyning o'zining manbalarini ishlatib, ta Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkiston zamaniga besib ko'rgandan tortib xalqimiz bir kunmi Xitoyga qarshi harakat qilishdan voz kechgani yo'q. Xitoy qarshilik berib kelganligini yozdik. Tafsili bilan nurg'un bizningki biz hozir yaqin shu 90-yillardan keyingi faoliyatlarni, qirg'inchiliklarni, inqiloblarni xotirlaydigan bo'lib qoldik ya. Ondan burun onundan nechasi muhimroq, nechasi cho'ngroq epiralgan harakatlar, qirg'inchiliklar, inqiloblar bor, ammo uni shu unutib qoldirildik. Uning hammasi yezig'liq. Hozir qadar bizning xalqimiz hiçbir vaqt Xitoy tajovuzchilar qarshi qarshilikdan voz kechgani yo'q. Izchil qarshilik qilib kelyapti. Hatto ba'zi vaqtlarda 12 yoshlik 10 yoshdan tortib 15 yoshlik bolalarimiz, yoshlarimiz bu qarshilik harakatlarni Xitoyning o'zining manbalarida deyilayotgan gap harakatlarni shular yetaklab keldi. Shular qo'zg'ab chiqdi. Shuning uchun biz bu yerda Sharq Turkiston xalqininki xalqaro qonun bo'yicha ishg'oliyat qarshi turish majburiyatini shu Xitoy tajovuzchilar Sharq Turkistonga qadam besib kirgandan tortib ijro qilayotganligini, ya'ni mas'uliyatini Xitoy ishg'oliyatiga qarshi turish, qarshilik berish majburiyatini va mas'uliyatini ado qilayotganligini va bizningki Xitoy tajovuzchilarga, Xitoy ishg'olchilarga qarshi harakat qilishimiz xalqaro qonun bo'yicha haqli ekanligini tushundirdik. Hatto mayli tinchlik harakat qilaylik, mayli qurolliq harakat qilaylik, bu bizning haqqimiz ekanligini. Yetar biz xalqaro qonun qoidasi bo'yicha qarshilik bersak, hech kim bizni aqchi ko'kchi demaydiganligini paket bilan o'tirib qo'ydik. Va bizningki shu mustaqilligimizni asli keltirish uchun shu qurolliq qarshilik berish haqqimiz bor ekanligini va buningga ya'ni shu xalqaro qonun bo'yicha boshqa davlatlarniki, boshqa xalqlarniki moddiy, ma'naviy jihatdan bizga yordam berish majburiyati borligini o'tirib qo'ydik. Ba'zi munofiqlar va ba'zi g'alchilar deyishi mumkin, bu solih xudoyor, tinchlikparvar, aqchi ko'kchi deb.
biz meni biladiganlar mayli Amerika hukumati bilan mayli boshqa bilan hammasi biladiki, hatto meni chaqqanlama shu bu chi deb chaqdingmi bu? Chunki bizningki qurolliq inqilobdan boshqa yo'l yo'q deganligim uchun chi deb chaqqanlar o'ngli bor bu. Chunki ammo men dedim, oldi bilan u qurolliq inqilobni qilish uchun siyosiy vaziyatni siyosiy aqllarimizni keltirishimiz kerak. Nima uchun men boshdan tortib davlatimizni besilib olgan davlat deb e'tirof qildirish kerak deb saklab chiqdim. Nima uchun 70 yilning 60 yilning da'vo qildi deganlar qilmaganini nima uchun men o'tirib qo'ydim buni? Chunki besilib olgan davlat bo'lsangiz ishg'olchilarga qarshilik turish, mayli qurol bilan bo'lamdi, mayli qurolsiz bo'lamdi, sizningki qonunliq haqqingiz bo'ladi. O vaqtda siz tajovuzchilarga, ishg'olchilarga qurolliq kurash qilsangiz, birisi kelib sizni oq cheting, ko'k cheting demaydi. Chunki siz bir ishg'olga qarshi urushayotgan bir nafar bo'lasiz o vaqtda. Davlatingizningki, vataningizni ishg'olchilardan qutqizish uchun kurash qilayotgan bir jangchi bo'lasiz. Chi yoki oqchi ko'kchi bo'lmaysiz. Shuning uchun oldi bilan bizningki birinchi nimamiz, chunki Xitoy bu bizning yo'limizni to'sash uchun oldin ola Xitoy nurg'un uyallarni o'ynab bo'ldi, nurg'un narsani ginib bo'ldi. Shuning uchun bizningki Xitoyning g'alchilari chiqib beshimizda nurg'un tashkilotlarimizni, nurg'un diaspora muhojiratdagi jamiyatlarimizni shuni kontrol qildi. Hozir deyishing mumkin, unda emas aqchko'kchimiz. Xitoy nurg'un davlatni setib olgan Xitoy, nurg'un istixborotning ichiga chirib olgan Xitoy. Hech narsa yo'q. Hech narsamiz yo'q. Bir millatning ichiga, tashkilotning ichiga chirib olishi mumkin bo'lmamdi. O'ylab baqqanmiz qarindoshlar. Nima uchun ishimiz yoqmadi? 90-yillarda hozir shu 99-ga tortib yoki 98-yilga tortib mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q degan bu da'vo. Sharq Turkiston Cumhuriyeti, Sharq Turkiston degan bu da'vo. To'yqisizlar Uyg'ur kishilik huquqi, avtonomiya, oliy avtonomiya, kishilik huquqqa aylanib o'zicha aylanib qoldimi? Buni o'ylash kerak qarindoshlar. Hammasini shu Xitoy o'ynayotgan gap. Hammasini shu Xitoy planlab yo'limizni to'sash uchun. Chunki biz xalqaro qonun bo'yicha ishg'ol ostidagi bir davlat deb e'tirof qilinsak, bir Xitoy ishg'olchi, tajovuzchi va u tajovuzchiga va u ishg'olchi qarshilik qanday harakat qarshilik ko'rsatsak, u bizning qonuniy haqqimiz bo'ladi. Va xalqaro buni qo'llaydi. Ko'ryapsizlar, boshqa tajovuzchilarga, boshqa ishg'ol ostidagi xalq deganlar qanday qo'llanayotganligini, qanday xalqaro qanday qo'llayotganligini. Buni ko'ryapsizlar menlar. Shuning uchun bizga birinchi oldi bilan siyosiy harakatni, siyosiy aqllarimizni kapolat qilib olishimiz kerak. Masalan, Sharq Turkistonning besilib olgan davlat deb e'tirof qilinishi, Xitoyning jinoyatni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilinishi, bu ikkisini bekadin biz ko'poplama bunday qilish kerak demidik. O'yinib qilyapmiz buni. Keyin ishg'oliyat ostidagi qarshi turish haqqimiz bo'ladi. Haqliq bo'lamiz. Irqiy qirg'inchilik qarshi turish, o'zimizningki yo'qolib kelishimizni saqlash uchun qurolliq inqilobdan boshqa yo'l yo'q ekanligini hammadan biladi. U chaqda haqliq bo'lamiz. U vaqtda xalqaro hamma yo'llarni chekib bo'lgandan keyin, sinab bo'lgandan keyin zaten qilib bo'ldi-ya ko'pinchilarni. Xitoy yolg'onlik siyosiy sud jazo bagini Xitoy irqiy qirg'inchilik to'xtatib etgani yo'q. Yoki Xitoyni ayblab qo'ygan Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtatgani yo'q. Va bu yerda to'xtatishning birdan-bir nima yo'li bor? Shu Xitoyga tajovuzchilarni Sharq Turkiston zaminidan qo'g'lab chiqarish. Hammasini Sharq Turkiston zaminidan shu na'dan kelgan bo'lsa qaytirib o'tish.
Şu yüzden kâgin jutu qaytırıp itiş bu Xitaylyny. Çünkü bizge başka bir qutuluş yok. Ama onunğa halkara vaziyet piş kerek. Şununğa biz tayyor turuşumuz kerek. Ve bunun tayyorlygyny qanda başlaymiz? Aldı bilen siyasi hakkımızny halkara tarapydan etiraf kıldırışımız kerek. Hmm. Başkalarının qanda haqqlary bolsa, bizninkimi şularga okşaş haqqımız bar ekenligini halkara bildirişimiz kerek. Şunun üçün biz bunu qılavatymyz. Ondan sırt yana qıygan çoğun işimizden birisi şu kimlikni. Çünkü Hmm. az kadar Şarkı Türkistan kimliki ta şu 2. Cumhuriyet'ten tatıp yok asasen. Yani devletimiz yokutup koygandan keyin bizninki devletimizge özümüzni Şarkı Türkistanlık dep ispatlaydigan bir kimlik bolmaganlyk üçün bunu çıkadık ve kelgüside yani bu halkımızınki o saylam meselesini o umumiy halkka etiş üçün şu kimlik bilen qılmasa Xitay kiravatymız. Hazırkı teknik, hazırkı dünyada Xitay bütün dünyada uyallarını oynap pişkikilik, başka uyallarını oynap şu burmalaydı o. Xitay halık adam çıkıp Xitay hanımı adam çıkıp gitilga işli var. Bunu kiravatymız. Yani election interference dedi ya. Bunu zaten Xitayla yalganlyk Türk Xitay istihbaratı bilen hemkirleşip atkan Türk teşkilatlary, dernekleri bilen ve Xitay galçyllary bilen, Uygurça tilli Xitay galçyllary bilen bizdem halyk saylamy, bizdem akçy kökçi, bizdem buçy dep nurgu uyallarny oynap bakdy. Şunun üçün bu uyalınki zaten bu uyallı toktamaydı o. Ne kadar kıysak mı bu uyallı toktamaydı. Ta Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin müstakillik nasıl kayıcı mı toktamaydı o. Hatta asıl kel tügenlikin mi Xitay düşmanlıkını toktatmaydı. Ama o vakitte Cumhuriyetimiz, devletimiz asıl kayıcı vakitte biz hem hainliğe hem düşmanlığa kanda takabül turalayığımız şu vakit görüşler. Ama takabül turalı işinki birisi şu halkımızga kimlik taqitish bilen şu kimlikni avvalla avaz qo'shalaydigan, bilet taşıyalaydigan şekilde xuddi Tibetnikidek ve başka Avrupa devletlerinikidek qilishga shuning uchun bu kimlikni o'tirib qo'ydik ve halkımızniki bu kimlikka iltimos qilishini talep qilamiz. Ba'zi deyilyapti hamda iqtisodiy jihatdan masalan $25 bir kimlikka igi keladigan kishi beshi igi keladigan deydiganlar bor ekan masalan O'rta Osiyoda bo'lsin, Turkiyada bo'lsin. Uni agar nim qilsa oila jihatdan masalan oila jihatdan shu 25 qiysaqa bo'ladi. Chunki bu yerda maqsad o $25 bilen pul tepiş yoki nima emas. Maqsad xalqimizga kimlik taqitish, xalqimizningki haqlarini, o'zininki milliy kimligini davlatchilikka xalqimizni shakllantirish va kelgusidagi shu nimalarga saylamlarga, nimalarga qatnashish uchun xalqimizga va boshqa qildigan programmalarimizni qatnashish uchun xalqimizni xalqimiz bilan birlikda moslashish masala shu. Shuning uchun u pulni deb qilolmasanglarmi $25 ig'irkasmi bagidan uni. Agar undan jiqroq bera olsanglar marhamat. Undan azroq bera olsang unga marhamat. U muhim masala emas. Shuni deb qo'ying. Demek $25 o mutlaq bekitilgan emas. Bularni Qozog'istondagi yoki Turkiyadagilarga agar bir oila bo'yicha iltimos qilsa, uni har bir odamga $25 degan shartni mutlaq qo'ya olmaymiz, shundaqku hozir deganingiz bo'yicha. Hamda shu 25 bizningki nima bo'yicha shu g'arb davlatlarga asosan nima deylik torbitimizda nima O'rta Osiyo va Turkiya va boshqa masalan O'rta Sharqdagi sal iqtisodiy jihatda yaxshi emasroq keldi, azroq deylik. Ha, bo'ldi. Rahmat, buni bilib olganimiz yaxshi bo'ldi. Uningdan sirt biz hukumatimizning qurilganligininki 20 yillik faoliyatini o'tkazdik. Nurg'un g'albilik
ishlarni qildik. Qilgan ishlar bekchi qo'ygandan keyin buning hammani deb ketishmi tez ekan vaqt munosabati bilan. Endi hammanglar ko'rdinglar millatda bizning qilayotganimizni. Endi bizningki vaziyat ustida bizning muloyiza yurgizadigan odamlarimiz bek ko'p. Shundaqdimi endi hozirgi vaziyat ustida tahlil yurgizib bergan bo'lsangiz, bizmi hozirgi vaziyatda tantana qilamizmi yoki sovuqqan bo'lamizmi? Siyosiy tahlilning xurishlari kam bo'lsa, natija to'g'ri chiqamdi. Demakchimanki, Xitoyning ilm-fikrini, tarixini, siyosiy o'yinlarini, taktikasini, tashviqotini, maqsadini to'liq bilmay turibmi, to'g'ri yakunga erisha oldik. Tahlilni qanday qilamiz? Marhamat. Birinchi qismiga javob beray. Endi birinchi qismiga kelsak, bu nima desak bo'ldi? Endi bu hozirgi vaziyatga kelganda, endi biz sovuqqonlik bilan harakat qilmasak bo'lmaydi. Balki chunki hozirgi vaziyatni ayt qalaymiqan ko'ryapsizlar. Bizdan birisi andayotgan, bizdan birisi mandayotgan xuddi nim bo'lganlik aniq emas. Hozirgi tuman tulinib ketgan bir vaqt desak bo'ldi. Shuning uchun biz ehtiyot bilan harakat qilishimiz kerak. Eng muhimi biz o'zimizningki nishonimizdan voz kechmasligimiz kerak. Nishonimizdan, maqsadimizdan, prinsipimizdan voz kechmasligimiz kerak. O dunyoninki qanday bo'lishidan qat'iy nazar, kimninki qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Biz shu ikki narsadan nima chetnab ketmasak ham biz sog' salomat hammishdan g'alaba qilib chiqa olamiz. Xuddi hozir qadarmi nurg'un suiqasdlar bo'ldi bu hukumatga. Shaxsan o'zimgimi, oilamgimi nurg'un suiqasdlar, dushmanliklar, Xitoy va Xitoy g'alchilari va Xitoyninki hamkordoshlar tarafidan nurg'un suiqasdlar, hujumlar, dushmanliklar, suiqasdlar, harakatlar epirildi. Ammo biz shu bu ikki narsadan voz kechmaganligimiz uchun ham sog' salomat hozir qadar keldik. Birinchisi nishonimiz. Ya'ni bizning birlam nishonimiz bor. Bu bo'lsa Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Xolos. Bu bizning eng birinchi nishonimiz va bundan boshqa nishonimiz yo'q. Buni. Ikkinchidan bizningki Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q. Mayli qanday bo'lib ketishidan qat'iy nazar, boshqa yo'dagi boshqa ishlar bizningki birlam dushmanimiz bor, u bo'lsa Xitoy. Biz o'zimizning ishimizga ham qaraymiz. O'zimizga yordam bermay turib, biz boshqalarga yordam bermaymiz. Shuning uchun biz Sharq Turkiston masalasidan sirt boshqa ishlarga aralasha olmaymiz. Aralashishmi bizningki nimamiz, haqqimiz emas. Bizningki zaten yetarli dushmanimiz bor, yetarli dardimiz bor. Bu dardni qilmay turib boshqalarga yordam bera olishimiz notayin. Buni tushungandan keyin shu mushkil narsa qilsak, qandoq suiqasdlarni, qandoq o'yinlarni o'ynasmi, bu ikki narsani ezib ketmasak ham boshqa uyallari aqmaydi dushmanniki. Shu xalqimizniki shuni nima qilish kerak? Bizningki birlam nishonimiz bor. U bo'lsa davlatimizning mustaqilligini asliga keltirish. Balki kishilik huquqni, avtonomiyati u vaqti bu vaqti yoki anda bo'lib manda bo'lsa emas. U va buning uchday eng muhimi bu uch narsa bor. Eng muhimi boshda Allohdan boshqa bizga yordamchimiz yo'q bizningki. Biz ne bir davlatga, ne bir shaxsga, ne bir tashkilotga, ne bir bizniga bog'lanamiz. Ulardan ümit kutmaymiz. Çünkü ümit Allah'dan. Hareketni biz qilamiz, qolganini Allah'dan. Biz bu yerda g'alaba qilish uchun, yolg'iz g'alaba qilish uchun lam qilmaymiz buni. Albatta nishonimiz, umidimiz g'alaba qilish. Albatta davlatimizni asliga keltirish. Ammo g'alabini nusratni hamma narsani bergichi Allah. Yordamni shu Allah beradi. Allah rizolik, Allah nim qilmasa u yordam bermaydi. Allah bizni qo'g'dimizmi, boshqasi nim qilolmaydi. Qo'g'disa boshqasi bizni ne qadar vayron qilmadismi qilolmaydi. Bo'lmasa nurg'un suiqasdlarni o'ynab baqdi, meni o'ttiraman, chanayman, umr bo'yi turmush sultiman deb nurg'un munofiqlar, nurg'un uyallarni qilib baqdi.
Amma Allah'ın izni bilen onunki şum niyeti, onunki şum garizler aşmadı. Şunun için biz aldı bilen ümidimizni Allah'a bağışlayışımız gerek aziz qarindoshlar. Ne bir devletke, ne bir başka nimege. Allah'a bağışlayışımız gerek. İkinciden nişanımız, birlam nişanımız var. O bolsa Şarkı Türkistan'ın mustaqilligini asla keltiriş. Başka nişan yok. Şarkı Türkistan'ın mustaqilligini asla keltiriş. Şarkı Türkistan'ın mustaqilligini asla keltirgendan keyin ondan keyin bizning kişilik hukukimiz, dini erkinlikimiz, tilimiz, hatta mevcutluğumuz hamma narsani shu kapolatlik qila oladi. Undan boshqa narsa bizga kapolat qilib bermaydi. U bo'lmay turib hech narsamiz bo'lmaydi. Buni ko'ryapmiz. Üçüncüden bizninki Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q. Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q. Bizga boshqalarni dushman qilib olish biz uchun ziyonliq. Xitoy zaten yetarlik bir dushman. Bizga Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q. Ama bu demektir başkalar bizge düşmanlık qilsa biz kutib turimiz demek emas siz qarindoshlar. Agar başka bir devlet yoki başka bir kuch yoki bir narsa Sharq Turkistonning manfaati uchun, Sharq Turkiston xalqi qarshi so'z, harakat qilgan bo'lsa, biz hech nima qilolmasakmi, eng oz deganda ularni ayblaymiz. Bu çünkü bizningki eng asosliq majburiyatimiz. Buni qildig'imiz shu. Shuni shu nimani asos tutgan chaqda harakat qilsak bo'ldi aziz qarindoshlar. Hozirgi vaziyat bayam deganimdek dunyoning hozirgi vaziyati nihoyatda tumanliq bir vaziyat. Nimaninki nima bo'lmay bir ishning qanday bo'lishining turaksız bir vaziyet. Bunun hem faydalı tarafım var, hem ziyanlı tarafım var. Şunun için biz özümüzünki işiden başka nasıl aralışıvanmay, özümüzün davasımızı ıllam köngül bölsek, özümüzün işimizini ıllam kıysak, yani müstakillik masılık keltiriş yolunu ıllanmansak, bizge elbette şinimen nurgun fırsatlar mu kilido aldığımızda. Ve Allah'ın rahmetimi kilediz qarindoshlar. Hammamiz hech nima qilolmasakmi? Bayam o'tgandimi dedim, doim deb tilayapman. Hech nima qilolmasakmi, bir yarim soat vaqtimizni chiqarib kunda. Masalan, bir 2 soat kino ko'radiganlar bor. Bir 2 soat boshqa narsani qilib ko'radiganlar bor. Biz har birimiz yarim soat vaqtimizni hech nima qilolmasakmi, shu sosyal medyada Şarkı Türkistan'daki zulümni, Şarkı Türkistan'daki ırkı kırgınçılıkni, Şarkı Türkistan'daki işgaliyetni, Şarkı Türkistan'ın halkınınki müstakillikten başka yol kurtuluş için müstakillikten başka yol yok ekanligini kunda bir yarım saatni chiqimiz, bir post yasashga shunchalik vaqt kesimi deyli, yomon o'ylab kelib yozish kerak bo'lsa-mu, shuni qilsakmi şu davasımız koşkan esimiz buludu. Elbette kuladan nima kelalisa şunu qilish kerak. Masalan, kuladan hech narsa kelmaydigan, bilimi yo'q, hech nima yo'q deyli. Masalan, ba'zi odamlar shunda bilishi mumkin. Hech boshqa narsa kelmaydi, qulamdan hech narsa kelmaydi desimi, eng oz deganda haftada bir 2 soat vaqtini chiqarib, o'zininki shu turayotgan davlatining parlamentning oldida yoki Aqsaroydek binosining oldida yoki adam g'ol bir yerda bir plankartni tutib Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtat, Sharq Turkistondagi ishg'oliyat, Xitoyning ishg'oliyatini to'xtat degan bir nimani qilishmi vazifamiz. Hech nima qilmagan taqdirda. Yazgıçılarımız, yazalaydıqallarımız aslında yazış gerekti bu vaqtda. Masalan, maqalalarni yazıp, milletni yetekleş gerekti. Ziyalarımız milletni yetekleş gerekti. Ama afsuski Xitoy G'arbninki, o kadar kudretli devletninki ziyalilarını setib olgan Xitoy bizninki aciz milletninki ziyalarini setib aldı burun setib olganligini nurg'un ko'ryapmiz buni. Başka bir akılga uygun nersini tapanmaysa, nima uchun ziyolilarimiz jim o'tirib oldi?
Nima uchun mendek adam qoladi, bizdekilar qoladi bu da'vo? Agar o kadar olim ziyoli da'vogarlarimiz bor, o kadar PhD'larimiz bor, nima uchun ular yiqindamaydi? Chunki yugan tutuqliq dushman tarafidan. Va buni mayli itiraf qilinglar, mayli itiraf qilmanglar, haqiqat shu. Buni hozir tushunmasang, buni tushunmasliking mumkin. Shuning uchun kitobni o'qinglar. Kitobni o'qisanglar, undan keyin kallanglar azroq ochiladi, undan keyin qanday atrofingdagi ishlarniki qanday ketayotganligini shu vaqtda bilasizlar. Kimninki haqiqatdan da'vo qilayotganligini va kimninki kontrol qilinayotganligini shundan bilasizlar, aziz qarindoshlar. Şu deydiğim şu, biz yolumuzdan vaz geçmişsek lan, nişanımızdan vaz geçmişsek lan, ümittin asla vaz geçmeyimiz, en ahırki nefesimiz kadar ümit bilen yaşamamız gerek, ümit bilen hareket kılışımız gerek. Dünyanın kandak buluşup gitişinden kat'i nazar. Biz hareketini kıysak, kağını Allah'dın. Hareket bizden, nusret, galibi Allah'dın. Şunda bilişimiz gerek, aziz qarindoshlar. Rahmat, bek yaxshi tushuntirib berdingiz. Qaymi qish bek ig'ir bo'ladi. Bizda odatda har xil tahlillar chiqadi o'tirg'a, aq qilishimiz kerak, ko'p qilishimiz kerak, unda bo'ladi, manda bo'ladi deb. Ammo azroq bir narsa bilishimiz kerak. Kim degani Xitoyni bilishimiz kerak. Bu kitob mana bizningki bu hammamizga amaliyot men burun degan bu yo'l yo'q degandek. Nima ishqa yo'l yo'q? Chunki buning ichida hamma narsa bor. Kim deganda bu eng asosli narsalar shuning ichida. Qog'inni to'xtamay o'rgansak, nusrat Allohdan bo'ladi, tirishish bizdan bo'ladi. Sizga ko'p rahmat. Endi biz kelgusini nima ish qilamiz? Xalqimizdan nimani kutamiz? Marhamat. Endi bu kelgusidagi ba'zi ishlarni hozir javobini deb qo'ydim. Hozirgi masalan hozirgi vaziyatda bo'lib Amerikadagi qildigan ishlarimizdan azroq nima qilsam bu xalqimiz buni qilish kerak. Xabaringlar bo'lganidek nurg'un qonunlar bor, ya'ni qonun loyihalar bor, shu O'zbekiston yoki Uyg'urninki ustidagi ko'pincha ya'ni asosan hammasi o'tmadi. Chunki Avam palatadan o'tgan bilan Kengash palatada to'xtatilib qo'ydi ba'zi shu Xitoy taraflaridan deyli. Bizning nazarimizdagi Xitoy taraflaridan hamda shuning uchun yangi parlament chiqigan vaqtda hamma narsani yana qaytadan boshlash kerak. Shuning uchun aktivlik bilan biz shu parlament a'zolarimiz bilan buningga tashkilot ketmaydi sizda aziz qarindoshlar. Teşkilatçılığı dava 30-40 yılın yazı dava kılıvatımız deganlar şunda ko'ndirib qo'ygan bilan xalqninki nima deymiz bilmasligidan foydalanib nurg'un ishlarni qanday bo'lishidan boshqasi kiranmaydi degan bilan u tamoman yolg'on. Har bir Amerikada yashayotgan xalqninki o'zining parlament a'zosi bilan ko'rishish yoki parlament a'zolarining ishxonasi bilan ko'rishish haqqi bor. Ben shularga da'vat ularga mani qilpa deyish haqqi bor. Shuning uchun hammanglarninki Amerikaning narida bo'lishidan qat'iy nazar o'zinglarninki yangi parlament asosan shu 1-oyda 6-sidami 3-idami nimaga o'tirdi. Ya shularga parlament o'zinglarninki rayonning parlament a'zolari va ishchi sentrga xat yozib shularninki ishxonasi bilan ko'rishib, uch narsani talab qilinglar. Biri Sharq Turkistonninki besilavagan davlat ekanligini, xuddi Tibetga e'tirof qilgandek bizni e'tirof qilib turishini talab qilinglar. Ikkinchisi bizningki o'tmagan Uyg'ur kishilik huquq dema Uyg'ur siyosiy qonunininki ya uni yangilash bilan yoki Sharq Turkiston siyosiy qonun qilsa eng yaxshi shu. Sharq Turkiston siyosiy qonunidan bir o'tirib qo'yib, shuning ichida Sharq Turkistonga mas'ul bir moslashtiruvchini tashqi ishlar ministrligi tayinlashni uni talab qilinglar. Uchinchidan nima bizningki
bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun ilqi nima lip service deydi, ilqi nima Uyg'urchada qanday desak tarjima qilsak bo'lar buni. Ig'izda deb qo'yishdan boshqa amaliy harakat qilishni. Masalan, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni xuddi Ukrainaniki masalasini xalqaro jinoiy ishlar sudga, xalqaro adolat sudiga tashigandek, bizning masalamizni shu xalqaro jinoiy ishlar sudiga va xalqaro adolat sudiga sunishni va bizningki adolat talab qilishimizni qo'llashini chaqiriq qilishinglar kerak. Bu uch narsani nima qilsanglar, o'zingizning parlament a'zolariga yozilib, anandagi qo'shimcha bir narsa kerak bo'lsa, masalan, aqtoshlik kitobimiz bor. Uni kerak bo'lsa shularga beringlar. Hatto buni ham dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar o'xshash narsani qilsanglar bo'ladi. Yolg'iz Amerikadagi emas. Hamma yerdagilar asosan shunda ishni qilsanglar bo'ladi emas, qilish tegishli. Hammamiz shu narsani qilishimiz tegishli, aziz qarindoshlar. Qanchalik jiqroq desak, shunchalik yaxshiroq mangdi bu ishimiz va bizning kerak materiallar yoki bir narsalar bo'lsa desanglar bo'ladi. Va biz mayada davomli hammasi bilan zaten so'zlashimiz. Shuning uchun sizlar qo'shimcha bizga o'zingizlarni telefon qilish orqali, xat yozish orqali, kurishish orqali bizga yordam bergan bo'lsa, hamkorlashgan bo'lsa, bu yerda bizni ko'tarib qo'ygan masala emas. Bu yerda surgun dokumentni yoki milliy to'g'riliq bir narsa yo'q bu yerda. Hammasi shu davlatimizningki bir besilib olgan davlat deb e'tirof qilinishi, bu irqiy qirg'inchilikni jazolashi, bizning ishimizni rasmiy muntazam shaklda xalqaroniki Amerika hukumatiningki ko'ngil bilish uchun shu narsani qilishimiz kerak. Undan keyin biz umid qilgan ilqi qurolliq inqilobningki shartlarini asta-asta tayyorlig'im bo'ladi. Shu vaqtlar shartlar asta-asta keladi. Ma uch narsani qilmay turib, u sal ta'sirlik bo'ladi, aziz qarindoshlar. Xelimi ta'sirlik bo'ladi. Agar u 3-4 tal Kalashnikov ko'tarib ish tutadigan bo'lsa, xuddi men 2018-yili munofiqlar meni FBI ga tutqizib, bu islom harakatidan deb nima qilganidek, islom harakati ketib meni chaqtirmadiki atalmış da'vogar munofiq xoin Xitoy jasuslari. Shu vaqtda xuddi FBI deganimdek, agar 3-4 tal Kalashnikov bilan tutadigan bo'lsa, men bu yerda turmaydim. Mening ishim, men shu o'zimning vatanimda turib, shu ishni sana yalviradigan, sana kelib irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilib, xalqimni qutqizishga yordam qil deb bu yerda yalvarmaydim dedim. Xo'sh, agar 3-4 tal Kalashnikov bilan tutadigan bo'lsa, bizning ishimiz silladan burun Allah burun men yosh vatanda Xitoy bilan etishib o'tim yoki vatan azob bo'lib hozir, agar shunda bo'lgan. To'g'ri. Ammo haqiqat u qadar ichinishlikki, bunda emas. Cho'ng bizningki ishimiz 3-4 tal Kalashnikov bilan tutmaydi. Aldı bilan siyosiy yo'llar bilan nima qilishimiz kerak? Siyosiy aqllarimizni qiygandan keyin, yo'llarimizni ochgandan keyin qaga ishlarni qiyg'ili bo'ladi. Vaqt kelgan chaqda shuningga tayyorlik qilishimiz kerak. Shuning uchun aziz qarindosh, yana deydiganim 3 narsa. Biri o'zingizki mayli Amerikada bo'langlar, mayli boshqa davlatlarda bo'langlar, Sharq Turkistonda besilib olgan davlat deb e'tirof qilib berishini, irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmagan davlatlardan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishini, bu birinchisi bo'lsin. Ikkinchisi, o'ziningki shu ya tashqi ishlar ministrligida yoki bexatarlik kengashida, büyük ihtimal shu tashqi ishlar ministrligi bo'ldi, Sharq Turkiston ishlarga mas'ul bir xodimning bekitishini, bir ishxonaning bo'lishini. Ikkinchisidan bizning adolat talabimizni, bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun, bu irqiy qirg'inchilikni yurgizayotgan Xitoy jallodlarini, Xitoy davlatini xalqaro adolat mahkamasi va xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi ostiga shu yerga kelishini, so'roqqa tortilishini talab qilishimiz kerak. Va eng muhimi, unutmaydigan 3 narsamiz bor dedik-ku yana. Biri
Hergiz ümitsiz bolmaslyk aziz qarandaşlar. Bir gün akmagan bilen äti nimiş bulduğanlygyny Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Biz ümidimiz bilen şu aşağıdaki halkımız kırılıvatıdı ya. Aşağıdaki qarandaşlarımız, analarımız, balalarımız kırılıvatıdı ya. Şunun kelgisi üçün ularmı kanda biz üçün dua kılavatkan bolsumu biz şularning kılanmaganlygyny ular imkaniyeti bolsa kıldırgan ama kılanmavatkan işlerini biz kılışımız gerek aziz qarandaşlar. Ve asla ümit üzmesligimiz gerek. Bizninki to'g'ri, hiçbir devlet yardım qilmayotdi, hiçbir nima xuddi butun dunyo bizni qarshi kelayotgandek. Ammo bizning Allah bizni yaratgan Allah igimiz bor, biz qarindoshlar. Unutmasligimiz kerak. Shuning uchun dualarimizda şu Allah'ın öz panahini kimlerini iverse, qandaq yardımlarını iverse, şu yardımlarını tizden ivertishini ve bizge iqtisodiy jihatdan, moddiy jihatdan, ma'naviy jihatdan, istihbarat jihatdan, askeriy jihatdan, siyosiy jihatdan her türlük yardımlarını ivertishiga duo qilishimiz kerak. Ve bir kun baldu bolsa şu Sharq Turkiston davlatini, Sharq Turkiston zaminini azad qilib, mustaqilligimizni asliga keltirish uchun bir kun baldu bolsa şu kunni tizdan keltirishga ve bizga şu Sharq Turkistonni azad qiladigan, Sharq Turkistonninki mustaqillikni asliga keltiradigan jangchilardan, shahidlarning qatoridan qilishini talab qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Qag'inni hareketimizni qilamiz, qag'inni Allah o'zi yordam berdi. Bizningki bir nishonimiz bor. Sharq Turkistonning mustaqilligi, bir dushmanimiz bor, u bo'lsa Xitoy tajovuzchilari. Va uningdan boshqa bizga dushman kerak emas va uningdan boshqa ishlarga bizningki aralish haqqimizmi, nimamizmi emas. Biz o'zimizning dardimizni hal qilmay turib, biz boshqalarga mumkin emas yordam qilolmaymiz. Aldı bilen özümüzü yardım kılışımız gerek. Özümüzü kutquzishimiz gerek. Başkası kelip bizni kutquzib koymaydı aziz qarindoshlar. Bunu düşünüşünler. Yolunu biz minishimiz gerek. Başkası kelip biz üçün ülep vermeydi o. Başkası kelip biz üçün urushib vermeydi o. Hammasini biz qilishimiz gerek. Hammasini özümüz qilishimiz gerek. Biz yolda mangsak, başqalar qilib beraleydigini deb bire. Yolda mangsak, biz talab qilsak, davlatimizni mandaq itiraf qilib deb izchil harakat qilsak, uning manfaatiga to'g'ri kelganlar qiladi. Dushmanimizni qila oladiganimiz tashviqot dedik ya, hammamiz qila oladiganimiz tashviqot. Xitoyninki ne qadar rasvoligini dunyoga anglatish hammamizning qila oladigani. Va buning Xitoy bilan dushman davlatlarga qila oladigani shu bizga shu bayam degandek moddiy, ma'naviy boshqa jihatlardan yardım beraleydi. Ama ular hergiz biz üçün urushib vermeydi, biz üçün ülep vermeydi. Onu üzümüz qilamiz. Bunu düşünüşümüz gerek aziz qarindoshlar. Deydiğinin muşunchilik bo'lsin. Rahmat, sizning vaqtingiz ko'p rahmat. Vaqt munosabati bilan jiq gap qilib bo'lmaymiz, ammo oldimizda bizning yangi yilda bizning qildigan ishlarimiz qatorida 19-yanvar Amerika hukumatiningki bizningki Sharq Turkistonga irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan kuni. Bu günümüzde hatırlaş münasebetiyle namayişimiz var. Hemenlarınki qatnashib berishinglarni her davlatlarda bu namayishning bo'lishini umid qilamiz. Chunki hukumatninki bir irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgani u boshqaga o'xshamaydi. Biz bu kunni o'zimizningki irqiy qirg'inchilik xotir kuni deb bekitdik. Buni har qatim namoyish bilan xotirlaymiz. Bu birisi, yana birisi biz yangi kelgan yilimizda qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz ichida irqiy qirg'inchilikni qat'iy sandan tushamaymiz. Çünkü bu irqiy qirg'inchilikni har qanday bir bana bilan suvab, uni suyuqlantirib qilish bu bir gunoh bo'ladi. Hamda aqtash kitobimizni biz boyjiq dedik. Bizningki buni bir so'zlab tushuntirish bir majburiyatimiz bor. Buni bizningki Cumhur Reisimiz Mehmet Efendi bilan necha qatimliq suhbatda buni bir so'zlab tushuntiramiz bu kitobni. Ondan keyin yillik xizmatlarimizdan bizningki bosh ministrimiz bilan bir xulosa qilamiz. Qilgan xizmatlarimiz jiq, xuddi Salih Xudoyor Efendim degandek biz umidimizni uzmasak, harakatimizda o'zimizning tirishchiligini ifodalab tursak, hamon uning natijasi ko'rildi. Hozirgi xalqaro vaziyat haqiqatan pek chigish, murakkab, uningga
baho bermek, uningdan gap ochmak pek tez. Ammo bizningki sobiq Cumhur raisimiz G'ulom Usmon apandim yaqinda chiqib ko'p videolarni ishlab bizga ochiq yo'lni ko'rsatib beryotdi. Alloh rizosini bersin. Vaqt munosabati bilan bugungi programmamiz mushada oxirlashdi. Solih Xudoyor apandim, ajratgan vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Hammalarning muvaffaqiyatli bo'lsin. Allohga emanet. Xayr.